Assalomu alaykum o'zbek xalqim. Hammani qiynayotgan savol meni ham qiynab yordi, lekin javobini topa olmadim. Menga GAI xodimi tomonidan telefon bo'ldi. Seni mashinang 50 yoshdan o'tgan ekan. Shu uchun seni mashinangni utilizatsiya qilamiz deyishdi. Xo'p, hurmatli GAI xodimi, utilizatsiyani evaziga menga nimadir imtiyozi bormi? Menga nimadir beriladimi? Yo shunchaki mashina olinadimi desam, bizga hol unaqa ma'lumot yetib kelmagan, lekin Vazirlar Mahkamasining 11-qarori bo'yicha utilizatsiya qilinsin deb qaror kelgandi. Keyin uchastkovoy xodimi menga telefon qilib, uchastkovoy xodimi ham xuddi shu gapni aytibdilar. Shuna mashinang mayli o'zingga qolsin, bizga davlat raqami bilan texpasportini keltirib bersang bo'ldi. Nima uchun davlat ro'yxatidan uni chiqarishimiz kerak? Xo'p, hurmatli uchastkovoy xodimi, men o'sha davlat raqam belgisini va pasportini davlat ro'yxatiga qo'yish uchun men xarajat qilgan-ku, men shuni qo'yish uchun men xarajat qilganman. Bepul qo'yib bermaydi misol. Men xarajat qilganman. Endi shunagina topshirib yorilmaydi-ku. Hozir masalan, men shu texnikam bitta, shu texnikam bor. Shu texnikam bilan farzandlarimni ertalab bog'chaga yetaman, olib kelaman. O'zim tadbirkorman, akvachiman, akva sexim bor. Akvaga ham shu mana bag'aj qo'yganman, bag'aj o'rnatganman, shu bilan tirikchiligim shu bilan. Hech qanday ma'lumot yo'q, lekin hurmatli prezidentimiz shunday deyaptilar. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari ko'riladi. Buning uchun alohida jamg'arma tashkil qilinadi. Eski mashinasini almashtiraman deganlarga avtokredit foizi bir qismi qoplab beriladi.